18 savol. Quyidagi keltirilgan javoblar orasidan temir atomining absolyut massasini aniqlang deb beryapti. Absolyut massa topishning demak birinchi usuli. Demak, absolyut massa temirnikini topish uchun temirning nisbiy atom massasini 56 ni ko'paytiramiz. Massa atom birligi gramda. Chunki bizga haqiqiy massani gramda toping deb beryapti. 56 ko'paygan 1,66 10 darajasida minus 24 ga. Hisoblaymiz endi buni. Ko'paytirsak shunda kelib chiqadi 9,3 10 darajasida minus 23 gram. Hop, ikkinchi usul bo'yicha topadigan bo'lsak, ikkinchi usul, ya'ni absolyut massa temirnikini topish uchun temirning nisbiy atom massasini 56 ni bo'laman 6,02 10 darajasida 23 ga. Bunda ham kelib chiqadi 9,3 10 darajasida minus 23 gram. Va endi oxirgi uchinchi usul. Proporsiya. Temirning massasi 56 gram bo'lgan vaqtda bu 6,02 10 darajasi 23 ta molekulasining massasi hisoblanadi. Bittasining massasi qancha deb haqiqiy massani topadigan bo'lsak ham bu yerda ham kelib chiqadi 9,3 10 darajasi minus 23 gram. Tarozida o'lchangan massasi kelib chiqadi. To'g'ri javob demak A variant.